Sizda ham shunday bo'lganmi? Bilim olishni istaysiz-u, lekin mablag'ingiz yetmaydi. O'zingizga o'xshaydigan qiziqqon dugonalar orttirishni istaysiz-u, lekin qayerdanligini bilmaysiz. Yoki shaxsiy blog yuritishni istaysiz-u, lekin sizni shogirdlikka oladigan blogerni topa olmaysiz. Bu videoni oxirigacha ko'ring, albatta sizga yordam beradi. Assalomu alaykum, ismim Asal, Bilim ahli akademiyasi asoschisiman. Ayollarga turli sohalarda bilim berish, ularni qo'llab-quvvatlash maqsadida akademiyamizga yanada ko'proq yo'nalishlar kiritdik. Xo'sh, darsliklar ichiga nimalar kiradi? O'z blogini boshlashni istagan opa-singillarimizga noldan boshlab shaxsiy brendini rivojlantirish uchun darsliklarni qo'shdik. Shuningdek, boshlang'ich montaj plus kursi, bepul elektron kitoblar va til o'rganishni istaganlar uchun arab tili grammatika kursi jonli ravishda o'tkaziladi. Va shuningdek, blogimda ko'p so'raladigan savollarga asoslangan holatlarda videolar tuzib chiqdim. Masalan, dangasalikni yengish, tushkunlikdan qutulish, ayollarga kerak bo'ladigan ko'plab iymonni mustahkamlovchi videolarni ham tayyorlab qo'ydim. Hozircha narxlar o'sha. Shoshiling, biz sizni kutamiz.